Nihoyat arafasida odatiy bo'g'irsoqlardan zerikkan bo'lsangiz, albatta shunaqa o'zini-o'zi aylantirib pishiradigan bo'g'irsoqlarni tayyorlab ko'ring. Bismillah deb idishimizga 3 ta dona tuxum chaqib olishdan ishimizni boshlaymiz. Tuxumimizni yaxshilab aralashtirib olganimizdan so'ng ustiga 375 gram sug'ushonli молоко solib olamiz. Ustidan 1 choy qoshiq choy sodasi solib, uni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashmamizga soda suv borganimizdan keyin shunaqa ko'pirib ketadi. Vaqt bormasdan ustiga 100 gram margarin yoki 75 gram sar yozib olamiz. Tekis qilib aralashtirib olganimizdan so'ng ustiga oz-ozdan un elab aralashtirib olamiz. Xuddi shunaqa videoda ko'rsatilgandek qo'lga yopishadigan, lekin shakl bersa bo'ladigan yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimiz qanchalik mayin bo'lsa, bo'g'irsoqimiz ham shunchalik yumshoq chiqadi. Xamirimizni videoda ko'rsatilgandek qilib yong'oqli shakl qilib dumalab chiqamiz. Shakl berib olgan xamirlarimizni 20 daqiqaga tindirishga olib qo'yamiz, ustini paket bilan yopib. 20 daqiqadan so'ng bo'g'irsoqlarimizni ozgina-ozginadan pishirishni boshlaymiz. Chunki agar ozgina-ozginadan so'masangiz, shunaqa o'zini-o'zi aylantirib pishirolmay qoladi. O'rta olovda tillarang bo'lib pishgan bo'g'irsoqlarimizni shunaqa olishingiz bilan kraft qog'oz ustiga to'kganingiz yaxshiroq, o'shanda yog'ini shimoladi. Agar bu bo'g'irsoqdan tayyorlab ko'rmagan bo'lsangiz, albatta tayyorlab ko'ring. Bu yilgi hayit uchun sizga ajoyib yengil bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ichi umuman berib chiqmagan va yog' ham shimolmagan. Albatta shu usulda tayyorlab ko'ring siz ham.